Ahmet, voy Ahmet. Mana men dodo. Peshinga azan chiqadiganga oz qoldi. Tez bo'lgan bolam. Ha, mana, hozirli tayyor bo'laman. Tahoratni uyda ilib olib, ondan masjidga boraylik. Tez bo'lgan. Jamoatga ulgurmasak bo'lmaydi. Oyog'ingni silib etmasang, putingni qandoq yuysan dodo? Putimni yumsammi bo'ladi? Mana qara, mundaq masih qilsamli bo'ldi. Putingni yumsang, qandoq tahorat olgan bo'lasan dodo? Mana hozirgidek masih qilsak, putimizni yo'g'onga hisob bo'ladi bolam. Bular salmo tezroq tahorat olgin. Namozga kechikib qolmayli yana. Tez bo'lgan bolam. Ha, mana. Dodo, bir ish qallamga kirib oldi. Boya masih qilgan ish. Qandoq deysan, o'g'lim? Qandoq shart ostida masih qilamiz dodo? Oyoqni tahorat ep bo'lib kelgan bo'lsang, masih qilsang bo'ladi bolam. Mughira ibn Shu'ba rivoyat qilib mundaq deydi. Men bir kechsi safarda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning xizmatida bo'lgan edim. Men payg'ambar alayhisalomning oyog'ini soldirishga engishgandim. Payg'ambar alayhisalom bo'ldi, soldirma. Men buni tahorat bilan kiyib olgan dedi va ikki oyog'iga masih qildi. Yana boshqa shartlar bormi? Masih qilmoqchi bo'lgan oyoq pokiz bo'lishi, shundaqla o'shiqni yepib turadigan bo'lishi kerak. Endi mangayli bolam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Oyoqqa qandoq masih qilamiz dodo? Avval qo'limizni ho'l qilib olamiz, ondan ho'l barmoqlarimizni oyog'imizning usti tarafiga sursakla bo'ladi. Masihni nimishqa oyoqning osti tarafiga qilmaymiz? Payg'ambarimiz shunday ko'rsatma berganligi uchun masihni oyoqning usti tarafiga qilamiz. Ali radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men payg'ambarimizning masihni oyog'ining ustiga qilganini ko'rganga qadar, masih oyoqning ustiga emas, osti qilinsa to'g'ri bo'ladi deb qarab kelgandim." Demak, dinimizning prinsiplarini aqlimizga tayinib o'zgarsak bo'lmaydi ekanda. Shundaq bolam, dinimizning prinsiplarini Alloh taolo bilan uning elchisi belgilab bergan. Shunga biz ish harakatlarimizni shu yo'l yo'riqlarga asosan qilmasak, xatolashib qolamiz. Oyoqqa qancha kungacha masih qilsa bo'ladi? Agar safarga chiqmay uyda o'tirgan odam bo'lsa, bir kecha kunduz, safar ustidagi odam bo'lsa, 3 kecha kunduz masih qilsa bo'ladi. Har ikkili kishi bu vaqt ichida oyog'ini silib etmagan va junub bo'lib qolmaganlar bo'lsa, oyoq tahorati sunib ketmaydi. Bu kun qaysi vaqtdan boshlab hisoblandi? Tahorati sunib ketgandan keyin tunji qaytim tahorat olganda oyog'i masih qilgan vaqtdan boshlab hisoblasa bo'ladi. Oyog'imni silib etsam, tahoratim sunib ketamdi, dodo. Sunib ketadi o'g'lim. Tahorat ep bo'lib, oyoq kelgandan keyin silib etsang, oyoq tahoratdan sunib ketadi. Alloh senga rahmat qilsin, dodo. Allah sana rahmet kılsın oğlum. Allah hemimizden ilmini menfaatlik ilim qilib bergay. Amin.